siz avtomatik tarzda o'zingizni cheklaydigan, avtomatik tarzda o'zingizni deylik to'xtatib qo'yadigan dasturlar bilan ishlayapsiz. Ongingizda mana shu kabi dasturlar bor. Imkoniyatni ko'rmaydi yoki kechiktiradi. Har doim sizga imkoniyat kelganda buni ko'rmaysiz. Har doim kechiktirasiz bu narsani. Hech qanaqasiga hayotingizda na imkoniyat bo'ladi, na nima desam ekan, imkoniyatdan foydalanish bo'ladi. Hamma narsa hayotingizni rasvo qiladi. Chunki siz vaziyatdan, imkoniyatdan foydalana bilmayapsiz. Pul keladi, lekin tez ketadi. Pul keladi, tez ketadi. Tasavvur qiling, sizda pul kelib tez ketishi, demak bu nimaning oqibati? Tepadagi aybdorlik, o'z-o'ziga nisbatan bahoni pastligi, ichki nizolar va genetik bloklar ta'siri bo'lishi mumkin. Travmatik tajriba va bolalikdagi dasturlar sababidan kelib chiqar ekan. Endi e'tibor bering. Men sizga bir o'quvchimning hikoyasini aytib beraman. Endi juda chiroyli bo'lishi uchun hikoyalarni ham kiritdik. Dilshod ismli o'quvchi, ism o'zgartirilgan. Chunki bu yerda sirli bo'lib qolishi kerak hamma narsa. Agar biz mana bu insonda mana bunday bo'ldi deb dardini doston qilib hammaga tarqatib yuboradigan bo'lsak, bu etikaga ham to'g'ri kelmaydi. Dilshod 33 yoshli o'quvchi, yaxshi mutaxassis, bilimi kuchli, masalan deylik, o'ziga ishonadi, o'zini mutaxassisligi bo'yicha juda ham yaxshi inson, o'zi ham yaxshi inson, odamlarga yaxshilik qilishga intiladi, ammo lekin biroq oyligi hech qachon 4 milliondan oshmagan. Tasavvur qiling, oylik hech qachon 4 million so'mdan oshmagan azizlar. Keyin nima qildik? Diagnostika qildik. Diagnostikada quyidagilar chiqdi. Aynan Dilshodning bolaligida otasi, ya'ni yoshroq paytida otasi pul topaman deb odam bo'la olmay qolding deb tanbeh bergan ekan. Chunki ota mana shunaqa dasturlarda o'sgan, mana shu dasturlarda o'sganligi uchun nima paydo bo'lyapti? Pul topaman deb o'g'lim sen odam bo'la olmay qolding, umuman odam bo'lmading degan fikrlarni aytib o'tgan farzandiga. Natijada ong ostida pulni uyat deb yozgan. Uyat deb o'sha tushunib qolgan ong osti. Ya'ni agar ko'p pul topadigan bo'lsa, agarda mana shu 4 milliondan ziyod pul topadigan bo'lsa, odam bo'lmay qoladi deb qo'rquv paydo bo'lgan ichkarida. Chunki bu yerda dastur bor, bu yerda otani tazyiqi bor, otani tanbehi bor, otani tanqidi bor. Sen odam bo'lmading, ko'p pul topaman deb, har balo qilyapsan degan mana shu fikrlari bor. Natijada nima paydo bo'ldi? Natijada ong ostida uyat degan ishonch paydo bo'ldi va qo'rquvlar paydo bo'ldi. Keyin mana shu blok bilan ishlagandan keyin 3 oyda, ya'ni blok bilan ishlab, blokni yechgandan so'ng 3 oyda freelance orqali daromadi 3 barobarga oshdi. 4 milliondan 12 million so'mgacha. Tasavvur qiling, birdaniga oshdi. 3 oyda. Birdaniga degani 3 oy deganda shuncha yillar davomida yaxshi mutaxassis, bilimi kuchli, har bitta ko'rik tanlovda, hamma narsada o'zini ko'rsata oladi, lekin atiga 4 million topadi. Undan ziyod topa olmaydi. Va mana bu yerda ong ostidagi uyat programmasini, pul topaman deb odam bo'la olmay qolding dasturini sekin o'chirib tashlagandan keyin yo'llar ochilyapti va 3 oyda daromadlar 12 milliongacha chiqyapti. Qarang, o'zini o'zi cheklab qo'yishni, oqibatini, asoratlarini. Mana shuni oqibatida katta pullardan o'zini to'sib yuravergan, katta imkoniyatlardan. Tushunarli-ya? Endi pul bloklariga ezoterik sabablar, ezoterik, ya'ni ruhiy sabablar desak ham to'g'riroq bo'ladi. Pul energiyasi va bloklar. Ezoterik qarashda pul bu energiya. Ya'ni pul bu nozik bir energiya. U odamga ochiq yoki yopiq kanal orqali oqadi odam uchun. Ya'ni pul kanalini yopadigan holatlar ham mavjud ekan. Minnatdorchilik yo'qligi. Ya'ni hayotda yashayapsiz, pul topyapsiz, Alloh sizga rizq beryapti, rozi emassiz. Har doim nolinasiz. Mana shu pul kelyapti, tez ketib qolyapti. Pullarning umuman barakasi yo'q. Pul topishimda umuman qiyinchilik, yashash qiyin bo'lib ketyapti. Noshukrlik qarang. Mana shu noshukrlik, mana shu kabi jarayonlar tufayli pul keladigan oqim kanali yopilib qoladi. O'tmishdan ranjish. Har doim o'tmishingizdan ranjib yurasiz. Nimaga men kambag'al oilada tug'ildim? Nimaga ota-onam boy bo'lmagan? Nimaga men o'tmishda mana bu ishni qilmaganman? Nimaga menga imkoniyat berilmagan? Nimaga men qiynalib yashashim kerak? O'tmishim bunday deb o'tmishingizni sarhisob qilaverish, yopishib olish ham o'tmishingizdan ranjishga kiradi va natijada pul kanalingiz yopiladi, berkiladi. Va ota-onaga nisbatan g'azab,
Ya'ni ota-onangizga nisbatan ota-onam boy bo'lmagan, ota-onam menga sharoit qilib bermagan, ota-onam o'zi zo'rg'a yashashgan, menga sharoit qilib berishmagan. Shuni hisobiga o'qiy olmay qoldim. Shuni hisobiga men o'qishga kira olmay qoldim. Demak, meni hayotim juda ham yomon bo'ldi. Ota-onam sababchi deb ota-onaga nisbatan g'azab ham pul yo'lingizni yopadi. Pul bu faqat moddiy degan cheklov. Mana shunaqa cheklovlar. Onam rahmatli doim bor pulni ham pul yo'q deyaptilar. Shuning uchun pulni yomon ko'rardim. Ana, ko'ryapsiz-a? Yoshligingizdan kelayotgan dastur. Endi eng kuchli ezoterik bloklar. Birinchisi ota bilan bog'liq blok. Daromadni o'smasligi. Ya'ni agarda otangiz bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir bloklaringiz bo'lsa, ota bilan bog'liq bo'lgan nizolar bo'lsa, ya'ni janjallar, tortishuvlar, yaxshi emas jarayonlar hayotingizda bo'ladigan bo'lsa, bilingki sizni daromadingiz oshmaydi. Bilingki sizni daromadingiz ko'tarilmaydi. Nima uchun? Chunki ota bilan sizni nizolaringiz bor o'rtada va buni asnosida daromadlar o'smayapti. Ikkinchisi ona bilan bog'liq bloklar. Agar onangiz bilan bog'liq bo'lgan muammoli jarayonlar, bloklar bo'ladigan bo'lsa, sizda pul yig'ilmaydi va insonlar bilan siz munosabatda ham qiynalasiz. Tushunarli, ona bilan qanaqadir nizolaringiz bo'lsa, qanaqadir xafachiliklar, qanaqadir qabul qilmasliklar bo'ladigan bo'lsa. Va uchinchisi ajdodlar bloklari, qarz, qashshoqlik ssenariysi. Agar sizni bobongiz, buvingiz mana shu kambag'al bo'lib o'tgan bo'lsa, qanaqadir pulsiz bo'lib o'tgan bo'lsa, hayotda ko'p pul topa olmay o'tgan bo'lsa, sizni genetikangizda, sizni mana shu genetik kodingizda nima paydo bo'ladi? Qarzdorlik ssenariysi paydo bo'ladi. O'tmishingizda qarzdorlik bor va bu ssenariy sizgacha o'tib keladi. DNK orqali, genetika orqali sizga o'tib kelgandan keyin 1000 harakat qilsangiz ham, 10 talab ishni ishlasangiz ham faqat topganingiz qarzga ketadi, topganingiz faqat qashshoqlikka ketadi. Kambag'allikka ketadi. Nima uchun? Chunki bu yoqdagi energiya uzilmagan. Chunki ajdodlardan kelayotgan oqim hali to'liq kesilmagan. Mana shuni hisobiga sizda nima paydo bo'lyapti? Qarz, qashshoqlik jarayonlari paydo bo'lyapti. Va to'rtinchisi qasam va ichki so'zlar. Eng ashaddiy kuchli blok. Ko'pchilik buni bilmaydi. Ya'ni o'ziga o'zi har doim qasam ichib o'ziga o'zi ichki so'zlarni, dialoglarni gapirib yurishadi. Men boy bo'lmayman. Pul menga emas. Pullar men uchun harom. Men yaxshi hayotga loyiq emasman. Qanchalik ko'p mana shu so'zlarni takrorlab yuraveradigan bo'lsangiz, natijada nima bo'ladi? Pul keladi, lekin doim favqulodda xarajat chiqadi. Ya'ni sizga pullar kelyapti o'zi, lekin har doim kutilmagan xarajat chiqadi. Bir qarasangiz, bolangizni maktabidan imtihon uchun pul kerak bo'ladi, institutga kontrakt uchun pul kerak, kreditga pul kerak, kutilmaganda mana shunaqa rasxodlar chiqaveradi. Nima uchun? Mana bu yeringizdagi to'siqlar borligi uchun. Mana bu yeringizda 4 ta qadam ota bilan bog'liq, ona bilan bog'liq, ajdodlar bilan bog'liq bo'lgan bloklar va qasam hamda ichki so'zlar mavjudligi uchun sizda favqulodda xarajatlar chiqib qoladi. Va siz yurasizki o'ylanib, odamlarda hammasida shunaqamikan, faqat yo mandamikan? Qachon qaramab pul keladi, ketaveradi xarajatlarga, men hayronman. Yoki kimdir meni issiq sovuq qilganmikan, yoki menga sehr jodu qilib meni pul yo'llarimni yopib qo'yishibdimikan deb xavotirlanib qolasiz, ikkilanib qolasiz. Aslida tepadagi bloklar sizni hayot yo'lingizni yopib tashlayapti. Ish bor, ishlaysiz, harakat qilasiz, lekin baraka yo'q hayotingizda. Ko'pchilikni menga beradigan savoli: "Ustoz, meni ishimda baraka yo'q. Meni ishimda hech qanaqasiga pul topaman, lekin bir rohatlanib ishlata olmayman. Mazza qilib ishlata olmayman. Barakam yo'q. Tez ketib qoladi" deyshadi. Va uchinchisi boylarga nisbatan ichki nafrat. Boy insonlarga nisbatan, puli ko'p insonlarga nisbatan hasad qilasiz. Nima uchun? Chunki ular siz yashayotgan pastki hayotdan yuqori hayotda yashashyapti. Yuqori hayotda yashashayotganligi uchun sizda ularga nisbatan hasad jarayonlari ketadi va xafachilik bu. Siz hasad qilganingizdan keyin unga yomon niyat tilashni boshlaysiz. Kimga yomon niyat tilasangiz, o'sha narsa qaytib o'zingizga keladi. Va siz hech qanaqasiga hayotingizni yaxshi tarafga o'zgartira olmaysiz. Mana shunaqa. Tushunarli?